Chuqnaga Yunusobod 19-kvartal. Korzinka Sayran bozori orqasiga mana Avenue degan Navastroyga tushgan. O'zi bu yerda unaqa ko'p uylar sotuvga chiqavermaydi. Shu yerda zo'r variant chiqdi. 6 ta xona, 210 kvadrat, -1 birinchi qavat dupleks deymiz, remontlari bilan. Bu yerda o'zi bunaqa uylar chiqavermaydi. Chiqqan uylar ham tez sotiladi, hozir sizlarga ko'rsataman. Podyezdlar chiroyli, mana -1 o'zini отдельно tushadigan bunaqa yo'laklari bor. Hozir tepadan boshlab ko'rsataman. Bismillah. Mana kirganda holli ham bor, ana 6 ta xonadan tashqari hol. Mana mana buni ko'rsat, oshxona. Hol, oshxona, sanuzlarda tepli pollari bor, stroynilar qoladi. Remontlar chiroyli remont. Mana mana zal, zal ham katta, xonalar juda katta, keng, yorug', patologlari ham baland-baland qilib tashlangan ekan. Mana mana podvalga tushadigan joy, hozirgi bu yoqlarni ham ko'rsatamiz. Bir chekkadan bu yoqlarni ko'rsatib oling. Mana spalni. Ko'ryapsizlarmi? Spalni ham katta-katta, keng spalni. Ana kimdir ko'zini boylab olib kelib qo'yib, shunday qo'yib yuborsanglar, uchastkada yuraman deb o'ylaydi mana. Bu ikkinchi spalnimiz. Bu birinchi qavatda mana ikkita spalni, bitta zal, oshxona, hol. Plus mana bu mana sanuzil bor. Sanuzil ham katta sanuzil, mana chiroyli holatlari zo'r turibdi. Endi birinchi qavatga tushamiz. Mana tepadan xohlasangiz tushib kelasizlar. Mana bu yerda ham hol bor ekan. Mana bu podyezd mana. Bu yoqdan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Alohida hol mana tepada ham hol bor edi. Mana bu yoqdan spalni. Bu tomon xonalar katta-katta keng. Endi 105, 105, 210 kvadrat. Uchastkadagi gapda yana. Mana bu yoqlar ham katta keng. Uy juda ham bir shinam, fayzli xonadon. Bir yaxshi uchastka ko'rishdi. Shu uchastkaga chiqmoqchimiz bir. Mana mana qaranglar, katta ham prachnik, ham spalni. Katta uchastka ko'rishdi. 3 ta aka-uka turishar ekan, katta olib zo'r uchastka ko'rdik deyishdi. Mana mana zal. Mana bu yerda mana pardani ochib qo'ydim, mana sokolli oyna emas, mana полноценный oyna ekan, ko'rib turganinglardek. Bu yoqlari полноценный oyna. Bu yerda o'tirsanglar, bu podval ham deb o'ylamaysizlar. Xullas 210 kvadrat joy, egalari 240 ming to'lashyapti. Yaxshi uy, pishgan qishlarda bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda egalar nomeri bemalol kelib ko'rib, mana shu turlarda o'tirib, talashib, tortishib olib, mazza qilib yashanglar.